O'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 30 yildan oshibdi. Hali mana shunga o'xshash muammolar. Toshkent Rossiyaning yoki O'zbekistonning poytaxti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Toshkentda bo'ldim va hammasi yaxshi edi. Toshkentliklar men bilan juda yaxshilar. Ular menga yaxshi ko'rdilar. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Men o'zimni O'zbekistonda his qilaman. Lekin bitta yomonlik bor edi va sizga shuni aytishim kerak. Masalan, men Toshkentda bo'ldim, keyin Sofia Kofida bo'ldim va u joyda hammasi men bilan ruscha gaplashdi. Lekin men ruslarga o'xshamayman. Nima uchun men bilan ruscha gaplashdilar? Belgiyalik jurnalistni qo'yayotgan savol juda og'riqli savol. Toshkent O'zbekistonning poytaxtimi yoki Rossiyanimi deyapti. Qanchadir umrini sarflab bu jurnalist o'zbek tilini o'rgangan, kafega kirib, kafe xodimlariga murojaat qilgan o'zbek tilida, lekin kafe xodimlari unga ruscha javob qaytaryapti. U bu holatdan hayratga tushgan va butun o'zbek xalqini tiliga bo'lgan e'tibori qanchalik ekanligini o'zida xulosa qilyapti. Biz rivojlangan davlatlarga nazar soladigan bo'lsak, o'zlarini davlat tilini muhofazasiga qattiq bel bog'lagan, misol qilib olaman Germaniyaga borib kimdir o'qimoqchi yoki ishlamoqchi bo'lsa, nemis tilini kamida B1, B2 darajada bilishligi zarur. Sizning rus tilini yoki ingliz tilini qay darajada bilishligingiz ahamiyatga ega emas. Endi bu birinchidan xalq noqulaylikdan saqlaydi, ikkinchidan nemis tilini keng yo'lishga xizmat qiladi, uchinchidan esa o'zlarining g'oyalarini ham yo'yishga xizmat qiladi. Biz chetdan O'zbekistonga kelmoqchi bo'lganlarga bunaqa shart qo'yish u yoqda tursin, o'zimiz o'zbek tilida gapirishni xohlamayapmiz. Bu juda achinarli holat. Bu holatga sizni fikringiz qanday? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman. Salomat bo'lasiz.